Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi prezentatsiyamizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan qisqacha odamlarni, hozirgi paytda odamlarni og'riqlari haqida, odamlarni qo'rquvlari haqida, odamlarni nima ko'proq bezovta qilayotgani haqida gaplashmoqchiman. Asosan hozirgi paytda har bitta inson olsak, har bitta insonni boshida tashvishi bor. Har bitta insonda qanaqadir qo'rquvlari bor. Juda ham har bitta insonda o'zini shu problemalari bor. Demak, hozirgi paytda vaqtni o'zi shuni ko'rsatyaptiki, butun dunyoda hozir ekonomik krizis boshlangan. Bu narsa nafaqat masalan O'zbekistonga taalluqli. Bu narsa shunday katta kontingentda Amerikaga ham taalluqli. Juda ham katta Yevropaga ham, Rossiyaga ham, mana arab mamlakatlarida ham, Afrika davlatlarida ham, xullas hamma joyda hozir muammolar ko'payib yotibdi. Bu muammolar kimdadir urush muammosi, kimdadir bu muammolar shu ekonomik krizis, ya'ni gaz, svet yetishmovchiligi, kimdadir urushdan keyingi muammolar, kimdadir budjet yetishmasligi, ya'ni pul yetishmasligi, hamma narsa qimmatlashib ketayotgani, kimdadir ekologik katastrofalar bo'lyapti. Xullas, qayerga qaramasak, hamma joyda muammo bor. Bizani o'zimizga masalan olsak, albatta hammaga hozirgi paytda pul muammosi birinchi navbatda turibdi. Chunki kimni olmasa ham, qaysi sohani olmasak ham, hammada shu yetishmovchilik. Masalan, biron bir pensionerdan boshlaylik. Pensionerlarni olsak, ular nima qilishadi? Butun umr bitta joyda ishlashadi. Ertalab ishlashgan bitta, ertalab shu ishga chiqib ketishgan, kechki payt ishdan qaytishgan, bitta joyda 30 yil, 40 yil ishlab shu pensiyaga chiqishdi. Va ularda muammo qanaqa bo'lyapti? Olayotgan pensiyasi faqatgina shu yeb ichishga yoki dori-darmoniga yetadi. Boshqa narsalarga orttirib olishmayapti. Na kiyim, na dam olish. Umuman pensiyani kamligi. Keyin masalan vrach yoki sotsialniy ishda ishlaydiganda, davlat korxonada ishlaydigan o'sha vrachlar, o'qituvchilarni olsak, ularda ham albatta shu pul yetishmovchiligi tufayli vrachlar, o'sha o'qituvchilar ishdan keyin, ya'ni o'zini vaqt soatini ishlab bo'lgandan keyin davlat korxonalarida, undan keyin pul topaman deb qo'shimcha ishlar qidirishadi, to'g'rimi? Qo'shimcha qayerdadir, masalan, частныйlarda, uchetniy sentrlarda, частный klinikalarda, ya'ni ishlashni boshlashadi yoki qo'shimcha daromad topaman deb hozirgi kunda ko'ryapmiz. Juda ham ko'p har xil kompaniyalar chiqib ketyapti. Har xil bu finansiy piramidalar, har xil loxatronlar, har xil investitsiyalar, treyderlar, keyin undan tashqari token, kripto birja va hokazo. Hammasi nima qiladi? Odamlarni kelinglar, juda ham katta pul topasizlar, bu yerda hamma daromad shu yerda va hokazo. Odamlarni demak o'sha ishontirib, ishonchga kirib, keyin o'sha oxirgi pulini ham shilib olish. Buni navbatida odamlar kreditga tushyapti. Juda ham ko'p bitta kredit olib, kredit olmasa yana boshqa kreditga kirib, demak bitta kredit yopaman, yana kredit yopaman, yana kredit. Xullas, odamlarni boshi kreditdan qarsang chiqmay qoldi. Endi boshqa masalan ishchilarni olsak-da, ish yo'qligi, pul kamligi tufayli ular ko'pchilik ayollar, erkaklar, yoshlar asosan chet ellarga ishlagani ketishyapti. Bu Rossiyaga ketishi mumkin, Qozog'istonga, hattoki Yevropa davlatlari, Koreyaga, Dubay va hokazo.
Tursiyaga ketishyapti va kimlardir balkim o'sha sohasi bo'yicha yaxshi ish ham toparkan. Hammaga ham shu narsa emas. Ko'pchilik mana hozir Amerika misolida olsak, o'sha yurtdoshlarimizda ko'pchiligi hattoki ancha yil oldin ketib o'sha joyda ya'ni vaqtinchalik yashash maqomiga ega bo'lsa hamon deportatsiya qilishni boshlashdi. Ko'pchilikni green card bilan yutib ketgan ishchilarni ham ko'pchilikni qaytarish boshladi. Yevropa davlatlarida ham xuddi shunaqa ahvol bo'lyapti. Yoki masalan Qozog'iston, Rossiyaga to'pamanda borganlar juda ham shunaqangi qulchilikka tushib qolgan qancha yurtdoshlarimiz vaqtida pul to'lamay dokumentlarni qilaman deb qanchadan qancha aldanganlar, dokumentlarni vaqti o'tib qolishi, vaqtinchalik turar joy topolmagandan keyin politsiyaga tushib qolishi, shtraflar to'lashi va yana ba'zi bir yurtdoshlarni majburan urushga jo'natishlar ahvollarini ham biz ko'rdik. Yana ko'pchilik o'sha stroykalarda, quruvchilik joyida ishlagandan keyin pulini bermay, hattoki ularni qanchadan qancha kaltaklab urib, qanchalik qulchilikka ketganlar bo'ldi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz-chi ularni yaxshi joyga ishga bor, chet elda bor, Turkiyada ishlaysan, Arabistonda ishlaysan deb aldov yo'li bilan qanchadancha qizlarimizni yomon yo'lga demak o'sha va erkaklarni ham o'sha Siriyaga urushga olib ketib qolib, shunaqangi ahvollarni ham ko'rdik. Mana 2 yil oldin muhtaram prezidentimiz yordamida qanchadan qancha ayollar, bolalar o'sha Siriyadan qaytarildi. Bunaqa ahvollarni sanoqsiz sanab o'tsak juda ham ko'p. Lekin mana masalan studentlar yaxshi niyatlar bilan o'qishga kirishadi. O'qishni bitirgandan keyin, diplom olgandan keyin qayoqqa ishga borishni bilishmaydi. O'sha sohasi bo'yicha ishga kiraman desa, albatta yoki tanish bilishlik kerak, yoki o'sha joyga kimni qarindosh qilish kerak, pul berib tanish topish kerak bo'ladi. Bu ham juda ham qiyin. Yoki masalan pul olmasa biron bir kompaniyaga yoki biron zo'r joyga ishga olmoqchi bo'lsa, обязательно stajda opit. Ya'ni o'sha soha bo'yicha sizni o'sha mutaxassis bo'lishingiz kerak. Asosan hozirgi paytda hammaga mutaxassislar kerak bo'ladi. Bunaqangi muammolar juda ham ko'payib ketyapti va eng yomoni bu ahvoldan juda ham ko'p mana shu aferistlar, mashinalar, xakerlar foydalanishyapti. Biz oxirgi paytda juda ham ko'p ko'ramiz. Ko'pchilik pul topaman deb yolg'on va'dalarga tushib qolyapti. Mana shunaqangi yolg'onchi muttaham odamlarning qo'liga tushib qolyapti. Bular hammasi albatta katta muammolarga olib kelyapti. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, hurmatli student bo'lsangiz, studentlarga, uy bekasi bo'lsangiz, uyda o'tirgan bo'lsangiz, sizlarga yoki masalan biron bir davlat korxonasida ishlayotgan o'zingiz davlat korxonasida ishlayotgan ayollarga, erkaklarimizga yoki biron bir chet elda qiynalib ish topaman deb yurgan yurtdoshlarimizga yoki pensiya yetmaganlik hisob pensiyaga chiqib pensiya yetmagandan qiynalib yurgan vatandoshlarimizga juda ham zo'r taklifimiz bor. Agarda yaxshilab quloq solsanglar, masalan yoqsanglar, kommentariyaga yozinglar. Juda ham zo'r taklif bor. Bu taklif demak Amerikani juda ham ajoyib Livkut nomli kompaniyasi O'zbekistonga kirib keldi. O'zi tashkil qilganiga bu kompaniyani 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida bu kompaniya o'zini haqiqatdan juda ham halol, juda ham saxiy, juda ham odamlar uchun, odamlarni mana shu muammolarni yo'qotish uchun, odamlarni daromadga chiqish uchun yaratgan kompaniya ekanligini ko'rsatib o'tildi. Haqiqatdan bu yerda daromad ham bor, haqiqatdan bu yerda mahsulotlar ham bor. Asosiysi mana shu inson organizmini sog'lig'ini tiklashda
yordam beruvchi, kasalliklar profilaktika, ya'ni oldini olish uchun mahsulotlar, ayollarimizni go'zal bo'lish uchun chiroyli kosmetik vositalar, tabiiy hammasi. Va bu yerda endi mahsulotlar soni ko'payib boryapti. Xuddi Amazon yoki AliExpressga o'xshagan marketplace qilish niyatida mana shu kompaniyani asoschilari. Hammadan eng yoqqani mana shu menga yoqqani shu kompaniyani asosan odamlarga yordam berish uchun yaralgan kompaniya bo'lgani uchun. Haqiqatdan hozirgi paytda hammamiz уже hamma qo'rqib qolgan yolg'ondan, aldovdan. Mana shu kompaniya haqiqatdan legal kompaniyasini tekshirib ko'rdik. Hammasi, demak, Amerikani Florida shahrini, demak, Florida shtatini Yupiter shahrida o'zini yuridik adresini topgan. Mahsulotlar hammasi klinik laboratoriya o'sha sertifikatlari bor, hammasi klinik laboratoriya tekshiruvlardan o'tgan sertifikatlari bor. Ayniqsa butun dunyoda demak o'sha o'tadigan GMP sertifikat bor, ya'ni mahsulotlar hammasi organik, natural, toza mahsulotlardan, sifatli mahsulotlardan tarkib topgan va asosiysi bu mahsulotlarni narxi. Hozir bilasizlar, hamma ekonomik krizis bo'lgandan keyin mahsulotlarni arzonrog'ini, sifatli va arzon mahsulotlarni topishga harakat qiladi. Va mana shu Livgood kompaniyasi, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsa yaxshi hayot kompaniyasi, haqiqatdan bizga ham sifatli ham arzon mahsulotlarni yetkazib beryapti. Bu juda ham mana bizda mana shu kompaniyadagi hamkorlar haqiqatdan mahsulotlarni olib ichib ko'rdik, haqiqatdan ularning ta'sirini ko'rdik. Juda ham bu o'zbek tilida xuddi haqiqatdan sehrli mahsulotlar desam ham bo'ladi. Chunki qisqa vaqt ichida sizni ahvolingiz ancha yaxshi bo'ladi. Ayniqsa bizani mana shu Bobo kanalimiz Alitsiyani Aboli bilan aytgandek, eng tabiiy mahsulotlardan tarkib topgan, hammasi juda ham sifatli, noyob, shu natural o'simliklardan, mevalardan tayyorlangan mahsulotlar ekanligi men o'zim shifokor bo'lib sinab ko'rib, o'zim ichib ko'rib, oilamga berganim uchun bemalol sizlarga ham tavsiya qilishim mumkin. Xullas, bu kompaniya noyobligi yana yaxshi tomonlari bu yerda agar siz xohlasangiz daromadga chiqishingiz mumkin, xohlasangiz sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin, xohlasangiz bu yerda qanchadan qancha ayollar bo'lsa o'sha sifatli natural mahsulotlarni, kosmetik mahsulotlarni qo'llab undan ham chiroyli bo'lishlari mumkin. Endi kimga agarda biznes qilmoqchi bo'lsa, biznes qidirib yurgan yurtdoshlarimizga shuni aytmoqchimanki, agar sizlar haqiqiy, ishonchli, daromadga chiqsa bo'ladigan shunaqangi zo'r biznes qidirib yurgan bo'lsanglar, hammanglarni mana shu Yaxshi hayot Livgood kompaniyasiga taklif qilaman. Chunki bu yerda haqiqatdan daromad bor. Daromadda siz уже kompaniyada ishlab har bitta hamkorni taklif qilganingizda o'sha sizga har bitta taklif uchun daromadni keyingi o'sha haftasidan olishni boshlaysiz. Bu yerda haftalik daromad bor, oylik daromad bor, tashqari startoviy demak boshlang'ich daromad bor, qoldiqli daromad bor, matching bonus, ya'ni ustozlik bonusi bor, mahsulotdan tushgan daromad bor, statuslarni yopganda tushadigan daromad bor, chuqurlik bonusi bor va undan tashqari kimda kim eng yuqori o'sha statusni yopsa, almas statusini yopsa, brilliant almas statusi bor bizda. Ana o'sha statusni yopganda
2% общий demak mировой xalqaro tovarooborotda ya'ni mahsulotlar sotilgani tushgan daromaddan 2%ni kompaniya hamma olmos statusli liderlarga beradi. Yana bu kompaniya haqida gap qilmoqchi bo'lsak, bu kompaniyada masalan yaxshi hayot kompaniyasiga kim kirsa, bu yerda masalan majburiy mahsulot olish yo'q. Siz xohlagan mahsulotni o'zingiz kabinetingizga kirib, har bitta mahsulot bilan tanishib chiqib, sizga to'g'ri keladiganini o'zingiz zakaz qilasiz. Bu yerda posrednik, ya'ni o'rtada dallol yo'q. Siz hech kimni hech qachon dallollarsiz bemalol o'sha kompaniyani birinchi o'sha nima deydi, optig'i narxida siz qanday bo'lsa ichki narxida sotib olishingiz mumkin. Sizga Amerikadan posilka qilib yuboradi. Faqat dastavkasiga pul to'lasangiz bo'ldi. Yana bu yerda zo'r tomoni boshqa kompaniyalarga o'xshab, masalan, albatta mahsulot olishing kerak deb paketlar yo'q. Tam $100, $500, $1000 undan shunaqa bora mahsulotlar majbur olish yo'q va masalan sizga kerakmi kerak emasmi boshqa kompaniyada mahsulotni tiqishtirib berishadi. Uyingizda yotadi, xohlasangiz sotgin, xohlasang ishlatgin deydi. Demak, bu bilan siz kompaniya ishi yo'q. Faqat ko'pchilik sityoy shu kompaniyada siz asosan sotuvchi bo'lib qolasiz. Bu yerda mahsulot hech kim sizga mahsulot olgin majburiyati yo'q. Личный объем, ya'ni har oy o'sha shaxsiy ob'yem yopishingiz kerak emas, gruppaviy ob'yem degan narsa yo'q. Bu yerda yana kirish ham arzon. Har bitta bilasizlar, biznes joy sotib olish kerak. Baribir masalan traditsionniy biznes olsak hamda siz biron bir joyga masalan biznes qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha joy birinchi arendaga yoki o'z joy olishingiz kerak. Borib hokimiyatga o'sha kerakli joylardan spravkalar yig'ishingiz kerak, ma'lumotnomalar hammasini to'g'rilashingiz kerak. Bu yerda ham demak siz biznes olishingiz kerak. Bu franchiza deydi. O'sha franchizaga $40 to'lab olasiz. Bu sizga butun umrga ketadi. Va bu yerda demak kompaniyani yana har oy to'lovi bor, asosiy to'lovi bu klubniy sistema deydi. Klubniy sistemaga $10 to'lash kerak. Bu xuddi Amazonga o'xshagan yoki Amerikani o'zida Costco klubi bor. O'sha Costco klubiga odamlar har oy $10 dan to'laydi. Ya'ni a'zolik $10 dan klubniy sistemaga to'lasa, har doim mahsulotlarni o'sha chegirmalar bilan, ya'ni 60, 70, 80% chegirmada mahsulotlarni, o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini olishar ekan. Albatta bu odamlarga juda ham qulay. Masalan, bizda O'zbekistonda ham shunaqa klub bo'lganda, biz ham mahsulotlarni arzon olish uchun albatta menimcha ko'pchilik odamlar shunaqa klubga a'zo bo'lardi. Va mana shu Live kompaniyasi, yaxshi hayot kompaniyasi ham shu asosiy talobi har oy shu $10 dan to'lab borish kerak bo'ladi. $10 to'laganda sizga nima beradi? Ya'ni siz $10 aktivatsiya, ya'ni o'sha oylik to'lovni to'laganingizda, klubga a'zolik pulini to'laganingizda, xuddi mana masalan telefonni misolida olsak, mana siz telefondan qo'llanishingiz uchun har oy paketga to'laysiz, to'g'rimi? Qaysidir paketdan o'sha uyali aloqa vositasidan telefondan foydalanish uchun. Agar vaqtida to'lamasangiz, sizni telefoningiz o'chirib qo'yadi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab bu yerda ham yaxshi hayot, ya'ni Live kompaniyasida oylik to'lov bor. Bu sizga demak mahsulotlarni har doim ichki narxda 75-81% gacha arzon narxda olishga sizga huquq beradi. Undan tashqari bu yerda o'sha 6 xil daromad turini kompaniya bergan 6 xil daromad turini olishga huquqiga ega bo'lasiz. Undan tashqari agarda siz masalan har oy to'lab turmasdan 1 yilga to'lab borsiz bo'ladimi deb savol berishingiz mumkin. Albatta bo'ladi. Uning uchun siz albatta $40 o'sha hamkor yoki franchiza biznes joyiga $40 to'lashingiz kerak va 1 yilga to'lov qilish uchun siz
$120 emas, ya'ni stavka qilmoqchi bo'lsangiz, kompaniya sizga bu yerda ham cheklov, ya'ni skidka beryapti. Bu yerda $120 o'rniga $100 to'laysiz. Xullas, общий $140 to'lab, 1 yilga to'lov qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu yer endi tarmoqli marketing, ham klubni sistema birlashtirilgan biznes bo'lgani uchun, agar xabaringlar bo'lsa, tarmoqli marketing bu demak shu set qurish, ya'ni komanda qurish, odamlarni jalb qilish orqali bo'ladi. Bu yerda ham demak siz shu odamlarni taklif qilishingiz kerak bo'ladi bu kompaniyaga va buni orqasida komanda tuzishingiz kerak bo'ladi. Marketingini keyingi videoda tushuntirib beraman. Hozir yana bu kompaniyani qulaylik tomonlarini aytib o'tmoqchiman. Bu yerda boshqa kompaniyalarga o'xshab terminatsiya yo'q. Ya'ni masalan siz biron bir tarmoqli marketingda ishlasangiz, sizga bitta joyda ishlash mumkin. Agar siz boshqa joyda yana biron bir tarmoqli marketingda ishlayotganingizni bilib qolsa, katta statuslar lider bo'lsangiz ham, demak siz boshqa joyda ishlaganingizni bilgani uchun tepadagi demak shu kompaniyani asoschilar sizni terminatsiya qiladi. Ya'ni katta daromadda bo'lsangiz ham, komandangiz ham yo'qotasiz, akkauntingizni o'chirib qo'yishadi. Shu bilan siz o'sha biznes joyingizni ham, olayotgan daromadingizni ham yo'qotishingiz mumkin. Livgood kompaniyasida esa terminatsiya yo'q, juda ham qulay. Qarang, demak mahsulot sotib olish shart emas. Xohlasangiz olasiz, xohlamasangiz olmaysiz. Demak bu onlayn biznes sizga qulayligi. Telefon bo'lsa bo'ldi, yaxshi telefon bilan internet. Va yana bu kompaniya xalqaro, O'zbekistonniki emas, Amerikani kompaniyasi bo'lgani uchun xalqaro, международный, globalniy, masshtabniy biznes hisoblanadi. Ya'ni xalqaro, masshtabli, global biznes. Ko'rasizlarmi? Undan tashqari bu yerda kirish ham mana juda ham arzon. Keyin boshqa to'lov faqat o'sha klubniy sistema. Va bu yerda siz ham mahsulotni xohlasangiz, xohlamasangiz olmaysiz. Yana bitta narsa, masalan siz mahsulot sotib oldingiz ham deylik, mahsulot ichib ko'rdingiz, sizga yoqmasa, siz ana o'sha mahsulotni idishlarini, korobkalarini o'sha kompaniyaga qaytarsangiz, sizga pulini qaytarib berar ekan. Hech qaysi shu paytgacha men bilgan biznesda, masalan dori yoqmasa, siz uni ichib bo'lib aptekaga jo'natasizmi yoki biron bir kompaniyaga dori menga yordam bermadi deb siz o'sha bo'sh qutilarini, demak, o'sha shishalarni, idishlarini bersangiz, hech qachon sizga ketgan pulni qaytarmaydi. Lekin mana shu yaxshi hayot, ya'ni Livgood kompaniyasida siz o'sha yordam idishini qaytarsangiz, sizga ketgan pulingizni qaytarib beradi. Qarang, qanaqa bu yerda garantiya. Yana hozir zo'r reklama ketyapti Amerika bo'yicha, radioda ketyapti, bu televideniyada ketyapti, katta bizlar qo'shildi. Agarda siz bu kompaniyaga masalan besplatni, ya'ni sizni taklif qilgan odamdan siz ссылкасini olsangiz, ya'ni daromad kerak emas menga, faqat mahsulotni ichib ko'ring, qanaqa mahsulot deb mahsulotga kirsangiz, siz ana o'sha mahsulotga tashqi narxda ozgina farqi bor, $5-10 boshqa kompaniyaga o'xshab qimmat emas baribir. Sizga biron bir mahsulotni qo'shimchasiga tekinga berar ekan. Qaysi kompaniyada siz masalan kirganingizda sizga yana bir mahsulotni tekinga beradi. Lekin Livgood kompaniyasida mana shunaqangi imkoniyat bor sizga, yoki birinchi safar yoki ikkinchi marta siz dori zakaz, ya'ni mahsulot yoki kosmetik mahsulotlarini siz demak zakaz qilsangiz, sizga yana bitta xohlagan juda ham ajoyib noyob mahsulotlardan birini, 8-10 xil mahsulot bor. O'shadan birini sizga tekinga kompaniya podarka sovg'a hisobida berar ekan. Undan keyingi yana bu kompaniya zo'r tomonlaridan biri, bu yerda daromadni siz xohlasangiz Visa kartaga, xohlasangiz kompaniyani Master karti bor. Master kartni siz demak zakaz qilishingiz mumkin. Bilasizlarki, hech qaysi finansiy kompaniyaga Amerikada, tim bo'lida Visa karta yoki Master karta kompaniya bermaydi.
Bu kompaniya haqiqatan legal bo'lgani uchun Amerikani shu Florida shtatini Yupiter shahrida o'zini demak o'sha registratsion nomeri bor, registratsion yuridik adreslari bor va demak bankdan o'zi zakaz qilgan Mastercardlar bor. Siz bemalol shu kompaniyaga hamkor bo'lganingizdan keyin siz Mastercard ham bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xohlasangiz pulingizni Mastercard, xohlasangiz Visa karta daromadingizni o'tkazishingiz mumkin. Ichki koshlyoki bor, ya'ni ichki hamyoni bor, u yerda ham pul yig'ishingiz mumkin. Yana bitta narsa, hozirgi paytda mana ko'ryapsizlar, butun dunyoda Bitcoin rivojlanyapti. Buni даже Bitcoinga ham tushirishingiz mumkin kompaniyani o'zida shunaqa ichki valyutasi, ya'ni undan tashqari Bitcoin ham bor xohlasangiz. Bitcoinga tushirib, pullaringiz Bitcoinda yig'ilishi mumkin. Bu menimcha juda ham ajoyib. Mana daromadni shunga ham o'tkazishingiz mumkin. Undan tashqari kompaniya haqida gapirganda, albatta uni asoschilari haqida gapirish kerak. Kompaniyani asoschilari juda ham mashhur tarmoqli marketing, SEO marketing demak o'sha bo'yicha juda ham hurmatga sazovor, o'zini o'rnini ega bo'lgan, Forbes jurnalida bir necha bor chiqqan nomlari. Benjamin Glinsky, bu inson o'zini 3 ta shunaqa sетевой kompaniyalari bo'lgan, juda ham katta va Naudir Hasan marketing direktor, uni ham oldin sетевой kompaniyasi bo'lgan, tarmoqli Alivimax degan. Mana shunaqangi ajoyib insonlar shu kompaniyani asoschilari hisoblanadi va bu saxiy insonlar faqatgina shuni ko'rishdiki, oldingi sетевой kompaniyalarda 95% insonlar daromad olmaganini, faqat 5% insonlar daromad olganini ko'rib, hozirgi paytda mana shularni odamlarga yordam bersin deb qilishgan, shu kompaniya yaratishgan. Va yana bitta narsa, bu kompaniya business for home, ya'ni tarmoqli marketing dagi hamma shu o'z joyini egallagan hamma kompaniyalar ichida hozirgi kunda birdan 3-ta o'rinni egallab kelyapti. Hurmatli hamkorlar, bugungi aytadigan sizlarga ma'lumotlarim shu edi. Bugun ozgina kompaniya haqida ma'lumot berdim. Kimga yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozinglar yoki men referral ссылкамni beraman. Tekinga ko'rib mahsulotlar bilan tanishishlar mumkin yoki Telegramga beraman, Telegramga yozishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun katta rahmat.